Janob mer, mana sizga tort tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Qolgan mehmonlar qani? Qolgan mehmonlar ketib yuborishdi. Yo'q, kechikib keldimmi? Ha, kechikdingiz. Oling mana tortingizni. Bo'ldi, oldim. Rahmat senga. Qaroqchi menga uy qurib beramoqchi edim. Qachon qurasan? Hozir quraman. Bu ortingizdan boraman, boravering. Bo'pti, men senga ishondim. Qurmasang ko'rasan, lekin oyliksiz qolib ketsan. Bo'ldi, ortingizdan boryapman men. Qurib beraman dedim-ku. Tezlash. Janob mer, qayerdan qurishim kerak edi uyni? O'sha eski joyi bor edi-yu, garajimni ustida ikkinchi qavat qilib qurish kerak. Deyarli bir kun vaqtim ketar ekanda. 10 kun vaqting ketadi, farqi yo'q. Qurasan, tamom, oylikda voz kech. Oylik kerak emas, menga o'sha qilgan ishim uchun pul bering. Bo'ldi, beraman. 200 dollar bo'ladimi? Albatta-da, bo'ladi. Qayerda edi? Mana shu yerdan o'zim bilaman, jonni ko'ryapsizmi? O'zim bilagan holatda olyapman. Bo'ldi, qo'yib tur, keyin olasan. Kartaga tashlab beraman. Mayli, endi xursand bo'lgandim. Bo'pti, kartaga bo'lsa kartaga-da hozir narsalar shu yerdan olamanmi? Yo'q, zakaz qilib qo'yibman. Bu yerda asbob uskuna bor faqat. O'zi kagras asbob uskunam uydagilari biroz sinishga yaqin bo'lib qolganda o'shanga bu yerda olib ketaman, juda ham yaxshi bo'lyapti. Daraxtni ekib qo'yish kerak edi, janob mer, saqlab o'tirganingizdan ko'ra. Bo'pti, ekib qo'yib borib. Hozir. Tak, mana bu narsalaringizni ham shuni tartiblab bering. Takoy bo'lib turadi-da, endi bilasiz. Bunaqangi darajada turmasligi kerak hammasi. Mana bunaqa qanaqadir qilinardi-yu, shunaqa qila olmayapman. Ya'ni hammasini bittada taxlab olish uchun qanaqadir narsa ishlatilardi, lekin hayronman qanaqa narsa ishlatilardi, qila olmayapman garchi shunaqa narsani. Balki keyinchalik o'rganib olarman. Hozir lekin o'rganishim uchun kimdir o'rgatmasa bo'lmayman. Urug'larni olib ketaman, sizga kerak emas bilaman, to'g'rimi? Kerak emas, olib ketar. Kimgadir berib yuborsamchi? Bersang ber. Bo'pti, unda men ketdim, janob mer. Bo'pti, tezroq qur. Mayli, zakaz qilganman dedingiz. Tak, aytgancha janob mer, qachon ko'cha chiroqlari o'rnatildi? Kecha o'rnatirdim, qalay chiqibdi? Chotki, bu yoritadimi o'zi? Kalishni yoritadi-da. Endi qishlog'imizga bitta mana ko'chada svetofor yetishmayapti. Tamom, hamma narsa bor-a? Yaqinda shaharga aylantirmoqchimiz. Zo'r bo'pti. Mayli, janob mer. Obunachlar sizlarga yoqyapti mana shunaqa o'zgarishlar. Qishloqni shaharga aylantirishsa, juda ham takoy bo'ladi menimcha. Meni fikrim ham juda ham zo'r bo'lsa kerak. Xo'p, mana bu daraxtni ham qayergadir ekishimiz kerak. Janob mer, uyni yoniga ekib qo'yaman. Shu yerda uyi bo'ladi, bu ikkinchi qavatda. Tak, hozir borib turib narsalarni olib kelay. Zinani ikkinchi qavatni zinasini qayerdan qilsam ekan, bilmadim. Biratan, janob mer, narsalarni olib kelganmisiz? Olishim mumkin, yashikda. Har doimgidek. Xo'p, buncha ko'p narsa. Uyimni nimadir, qasrni nimadir qurdiraman degandi. Uy qurdiraman degandi-yu, lekin buncha narsani ko'rganimdan keyin men ham qasr degan fikrga kelib qoldim. Shunaqa shekilli, bo'pti, borar. Men o'zi aytmasangiz ham ketaman. Bitta narsa o'ylantiryapti. Men hozir janob mer uyiga yo'l qilib borishim kerak. Men bu tomondan yo'l qilganim ma'qulmikan yo bu tomondan yo'l qilganim ma'qulmikan? Asfalt chekkasidan shunday yo'l qilib boraman. Oddiy mana bunaqa yo'l qilaymikan yoki qiyirli? Mana shunaqasi men chiroyli ko'rinsa kerak. Sizlarga qaysi biri chiroyli ko'rinadi? Albatta kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Men esa mana shu yerdan garajdan zina chiqarib ketaman tepaga qaratib. Qalay chiqdi? Menimcha juda ham takoy turibdi. Bu yerga qanday usulda zina qurishni hali o'ylab ko'rganman. Bizga bitta albatta verstak kerak bo'ladi doimgidek. Uyimga bordi verstak, borib olib kelishga erinayapman. Verstakni qayergadir qo'yib qo'yaman, chunki baribir menga dakansa kerak bo'lmaydi. Obbo, nimaga bu havoda qolib ketdi? Shuni yerga qo'yib qo'ysam bo'lardi-ku. Mana bu yerda turardik, to'g'rimi? Yo noto'g'ri aytyapman. Mana shu yerda turadi axir. Tak, bizga kerak bo'ladi. Yo, men uni zina qilib yuboraymikan? Oddiy tosh blokdan qilsam juda ham chiroyli tursa kerak. 24 ta aniq ketadi, aniq bilaman. Xo'p, qanday usulda qilamiz? Birinchi tepasidan qo'yib kelish kerak. Tak, bitta, ikkita, tak, bu tomonga kelamizda bitta, ikkita. Bir qator uzoqroqqa qo'yib yubordimmi deyman. Yo'q, uzoqqa qo'ygan bo'lishi mumkin emas. Bitta, ikkita. Yo'q, baribir uzoqqa qo'yib yuboribman ekan rostdan ham. Yoki mana buni orqaga tortish kerak. Yo, buni oldinga surish kerak. Bilmadim. Shunaqa usulda zina qilmoqchi edim. Menimcha juda ham chiroyli ko'rinar edi. Lekin janob merga yoqadimi yo'qmi, bu u tomonni ham o'ylab ko'rish kerak. Men o'zimga yoqqan hech narsani hal qilmaydi-da. Xo'p, bu tomon, ana shunisi o'ylantirdi-da. Mana hozir qaranglar. Bu yer oddiy zina bo'lyapti, bu yer katta sakrab chiqadigan zina bo'lib ketyapti. Oddiy zina qilsam mana yoqqacha kelib ketadi-da, lekin mayli o'shanaqa qilamiz. Qanchalik nima desam ekan, ko'p vaqtimda olsa ham endi nayloj qilish kerakmi? Janob mer buyurdimi, qilinadi. Buyurilgan ishni qilmasam keyin qishloqdan badarg'a bo'lishim mumkin. Tak, bittamiz ikkita blok qoldirib qilamiz. Ya'ni bittamiz ikkita blok qoldirib qilish usulidan foydalanamiz. Xo'p, shunda mana bunaqa bo'ladi. Tak, mana bu yerga ham shunaqa bo'ladi. O'rtada qatorlar to'lib ketadi. Shunda bemalol yugurib chiqadi, xolis sakrab chiqadi. Sen chiqishing mumkin emas. Bor, bu yerda janob merda uy qurilyapti. Bitta ko'ray.
Yo'q, ko'rish mumkin emas. Ko'rish pullik. Tagi bizga mana bunaqa narsa bergan janob merni zakasi bo'yicha mana shu narsani o'rnatib chiqsam bo'ladi. Mana u qandaydir havoda muallaq qolib ketdi. Mayli, mana bu yerda eshik turadi. Короче, eshikdan janob mer kirib chiqadi. Bir tomondan havoda qolgani ham o'zi yaxshi bo'lsa kerak. Endi yaxshi bo'lsa kerak deyman-da mana. Xo'p, mana okey va takoy. Menimcha juda ham chiroyli chiqdi. Qaranglar, buni ustidan sakrab ketib bo'lar ekan. Obbo, janob mer o'zini otib yorsa, pastga qaratib. Yo'q, otib yormaydi. Otib yormasa kerak endi. Nahotki o'zini o'zi otib yorsa. Bo'lmaydi, unaqa bo'lmaydi. Xavotir olmanglar sizlar. Xo'p, tepaga chiqamiz. Bu yoqqa kelgandan keyin mana shu yerda hozir yana bitta bundan qo'yamiz, mana bundan bitta qo'yamiz. Bu yoq o'sha uy bo'lib ketish kerak-da. Yoki men bitta yana qo'yaymikan? Mana bu yoq uy bo'lib ketsa ham o'zi anchagina katta uy bo'lib ketadi. Eshigi mana bu yerda bo'ladi. Tak, ana endi qurilish ishlarini boshlaymiz. Qurilish ishlarini qanaqa qilishni o'ylab ko'rish kerak birinchi o'rinda. Tak qismini menimcha toshdan qilganim yaxshi, chunki uy baquvvatroq bo'ladi toshdan qilinsa. Boshqa narsadan qilsam ham baquvvat qilib qilaman, lekin baribir toshdan qilinsa juda ham baquvvat bo'ladi. Lekin hech kim aytmagan-ku baquvvat rostdan ham bo'ladi deb turib. 1 2 to'xtanglar, bunaqa qilmas ekanman. Daraxt qo'yib yuborar ekanman o'rtasiga, chiroyli turadi endi. Bizga o'zi baquvvatligini ham uncha kerak yo'q, chiroyli bo'lsa, ko'chadan chiroyli ko'rinsa, menimcha juda ham takoy bo'ladi. Tak, endi tosh qo'yamiz. Yana ustiga bitta takoy. Endi zo'r bo'ldi. Mana shunaqa qilib chiqaman. Ya'ni bitta ikkita qo'yaman, uchinchisiga bitta tosh teldirib ketaman. Takoy mana ko'rasizlarmi? Yorvaration-da bu. Buni to'liq tosh qilib chiqamiz. Bu yog'ini o'rtasi taxta bo'ladi. Taxta bormanda ko'rasizlar. Xullas, takoy umrida janob mer ko'rmagan uyni quryapman. Shunda ham bunaqa bo'ladi-da, bunaqa bo'ladi. Ikkita qatorda oyna bo'ladi. Oynani ham o'zi ham tarnirovka qilinganidan zakaz qilgan ekan janob mer. Bilmayman buncha pulni qayerdan olgan janob mer. Albatta bizning oyliklarimizni o'z vaqtida beryapti. Undan biz hech qanaqangi shubhalanishimiz kerak emas. Janob mer o'zi ishlab topyapti, biznesi bordir, qanaqa shaharga ko'p borib keladi, shaharda qanaqadir o'zini shaxsiy ishi bo'lsa kerakdir-da. O'shaning uchun hech qanaqa ortiqcha narsani o'ylamaymiz. Bizga kerak emas unaqa narsa o'ylash. Tamom olib taylayman, kerak emas. Baribir bu qatorni bu uyga qo'shib yuboradigan bo'lsam, olib tashlasam ham bo'laveradi bemalol. Hop, mana toshni olib tashlaymiz, kerak yo'q. Bu tomondagi toshni ham olib tashlaymiz. Bu yerda ham bitta jitel yashaydi, adashmasam. Adashayotganim yo'q, chunki qishloqni bilaman-ku kim qayerda yashashini. O'rtadan bir qatorni mana bu yerni shuni olib tashlaymiz, toshni. Bu yerni olamanda toshni joyiga keyin taxta qo'yib yuboraman, pastki qatordagi taxtani olib turib tosh qo'yib yuboraman. Endi birovning uyiga zarar bo'ladi-da, iloji yo'q, chunki janob merda uyi tushishi kerak bu yerdan. Janob mer bu janob mer, chunki u qishloqning meri. Hop, mana bu yerda versta bor ekan, kerak shu yerdan olib ishlatsam bo'lar ekan o'zi. Lekin unaqa qilmadim. Hop, bu tomonni shunaqa qilamiz. O'rtada ikki qator ochiq qolyapti. Ikki qator ochiq qoldirmayman, unaqa qilib yuboraman. Ustidan bir qator tosh qo'yishsam, yo'q to'xtanglar-da. Buni ochamiz qaytarib, chunki bir qator tosh qo'yadigan bo'lsam, baribir bu yer oyna bo'lib qolar ekan. To'g'ri, rostdan ham to'g'ri aytyapman. Xo'p, pastga tushib olaman. Pastga tushsam keyin qaytib, agar tushmasam qaytib chiqa olmay qolaman keyin. Xo'p, ana endi bir qator mana shu yer qoldi. Shu yerni ham to'liq tosh qilamiz va zinasini, qanaqa zinasini, derazasini qo'yib yuborish kerak. Taxtalardan bu yerga menimcha kerak emas. Hech qanaqa deraza. Bu tomonga esa kattaroq deraza kerak, chunki qishloqda hamma yog'i ko'rinib turishi kerak bu yerdan. Balkon qilsam ham bo'lar ekan. Balkon, balki mana bu yoqni, mana uyning ustini balkon qilib yuboraymikan janob mer uchun. Yaxshi ideya, lekin bu tomon boshqacharoq bo'ladi shunda. Mana bu yerni olamiz bir qatorini. Bu yerni ham olamiz, bu yerni ham olamiz va mana bu yerni ham olamiz. Shunda bir qator ko'tarib olish kerak bu tomonni. Bu tomonga bitta taxta qo'yamiz, bu yerga ham bitta taxta qo'yaman-da, keyin mana bu daraxt, mana bu toshni olib tashlayman bu yerdan. Yana tosh ketadi-da, o'rniga daraxt tushadi. Bitta daraxt qo'yamiz. Mana bu toshni ham bir qator ko'tarib yuboraymikan. Ko'taramiz bu yerni ham. Shunda dahshat chiroyli chiqadi. Ko'rasizlar hozir. O'zim tuxum quruvchiman, bilasizlar. Oldindan hammani uyini qurib kelyapman o'z qishloqdagi. O'shaning uchun hamma biladi kim qanaqa quruvchiligini. Hop, takoy bu tomoniga toshlarni bir qator tepa qilib qo'yib chiqsam, shunda bemalol janob mer balkonga chiqib mana bu yerda aylansa ham bo'ladi. Takoy bo'ldi. Ana endi mana bu yerga zina bizda yarimtalik blokdan ortib qo'yganmiz, 8 ta ortib qo'ygan ekan. Bemalol mana shularni zina qilib borsa bo'ladi. Mana va mana juda ham katta bo'lib ketdi-yu. Hatta normalli emas. Yo'q, normalli emas. Buzamiz bu yerda, kerak emas, chunki aytaman sizlarga nimaga bunaqa kerak emas deyotganim sababini. Iloji bo'lsa, uyga kirib ketyapman-ku. Uyga kirib ketar ekanman, bo'lmaydi bu. Xo'p, toshni olamiz qaytarib turib, yana toshni berib qo'yamizda. Kechirasan, jitel, seni uyingga teginyapman. Ya'ni uyingga teginayotganim yo'q, prosta uyingning yonidan uy quryapman. Bu yoqni ham yopib yuboramiz. Bu yerga ham kerak emas. Bu yerga ham bitta buni qo'yib yuboramiz. Takoy qayerdadir verstak yasagandim, pastda adashmasam. O'sha verstakdan foydalanib narsa yasab kelaman hozir.
Ya'ni bizga zina kerak bo'ladi. Atiga 3 dona, 3 yo 4 dona kerak ekan. Rostdan ham 4 ta kerak ekan. 4 tani olamiz, bu yoqqa qo'yib turamiz paka. Endi o'sha 4 tani bor joylashtirib olaman. O'ta takoy ko'rinadi bu yer, lekin bu yerni yopib qo'yamiz. Janob merda uyimizdan uy bo'lyapti, lekin bor hech kimda yo'q bunaqa qishlog'imizda uy, bunaqa uy hech kimda yo'q. Eshik lekin yasash kerak. Eshik yo'q janob merda, aniq bilaman. Sababi esa bor yo'q bir dona eshik bergan menga. Ko'proq eshik bergan deb o'ylardim. Tak bizga mana buni shunday aylantirib olsak hammasini kerak bo'lib qoladi-da baribir. Xo'p, ana endi eshik yasaymiz. Ikkita eshik kerak bo'ladi bizga. Xo'p, ikkita, 3 ta berib yubordi birdaniga normalli. O'zi qaranglar, baribir xona juda kichkina bo'lib qolyapti. Sababini sizlarga aytadigan bo'lsam, har xil xonalar bo'ladi. Ya'ni bitta xona bo'lmaydi-ku bu yerda. To'g'rimi? Tak bu tomondan o'tib bu yoqqa qaratib qo'yamiz. Mana takoy turadi shunda. Ko'ryapsizlarmi? O'ta go'zal. Hozir mana yarimtalik blokni qayerda ishlatishni sizlarga ko'rsataman. Ya'ni mana bu yerga unaqa qilib soyabon qilib chiqaman. Ya'ni bir qatormi, ikki qator qilayin. Ikki qator o'zi chiroyliroq turadi. Keyin bizda mana bunaqa zabor bor edi. Lekin bu qanaydir yo'q, normalmikan. Menimcha normali o'xshayapti shekilli, bilmadim endi normali bo'lsa kerak-da. Normali bo'lmasa mana bu buzamiz. Biz kerak emas bu yoq. Bu yerga qaytarib bunaqa qo'yamiz. Qo'yildi va mana bunaqa qilib yuboramiz. Shunda baribir g'alati ko'rinyapti-yu. Mayli g'alati ko'rinsa ham muhimi qalb go'zalligi deydi. Muhim bu yerda qanday yashashga bog'liq-da. Mazza qilib yashaydi-yu baribir janob mer. U tomonga o'tib ketish shart emas. Yo to'liq o'tamikan, bu tomon to'liq zaborlab chiqishim kerak. Zabor yetmaydi. Boshqacha idea qilamiz. Unda mana buni hammasini shunday yig'ishtirib yuboraman. Kerak emas baribir. Janob merga aytaman, unda yangi zaborlar olib kelib beradi. Zabor baribir yetmas ekan. Mana bu ikkinchi qavatini hozir buzib tashlayotganimda egasi bilsa nima derkin, mayli nima desini o'zi biladi. Chunki bu janob mer uchun. Tushunyapsizlarmi? Axir bu janob mer bo'lsa. Hop, buzamiz. Mana bu zaborlar bizga kerak yo'q. Hop, buzil. Voy, daraxtni buzib yuborishga sal qoldi. Daraxtni buzish uchun bitta bosishda o'zi yetmaydi. Ko'proq bosish kerak, ko'proq kuch kerak demoqchi edim. Kuchroq ko'p kerak bo'lib ketdi. Hop, bu tomonga ham qo'yamiz. 8 ta ketgan bo'lsa, bu tomonga ham 8 ta ketyapti. 3 dona ortib qoldi. Hop, bu bir dona yetmay qoldi. Nahotki bir dona-ya. Mayli janob merga aytaman, yana olib keltirib beradi. Xullas, mana shunaqa takoy uy chiqyapti. Ko'rasizlar, qurilib bo'lgandan keyin sizlarga albatta ko'rsataman. Uzoqdan qaraganda juda ham katta uy, lekin rostdan ham janob mer bunaqa uyda bilmayman qancha vaqt yashaydi, qachongacha yashaydi, qaytib yashaydi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Endi yashaydi, katta uy bo'lgandan keyin uylanadi, xotin oladi, xotini bilan yashayveradi shu yerga kelib. Bo'ldi takoy. Endi qurilishlarni davom ettiraman tushib turib pastga.